Sizlar talab qildinglar, biz buni amalga oshirdik. El Clasico revansh jangiga xush kelibsizlar. Real Madrid birinchi o'yinda yutqizdi, Barsa chempion bo'ldi, Keshni olib ketdi va bular xo'rlandi desak ham bo'ladi. Bugun yutqizgan komandani boshini tuxum bilan chaqamiz. Yutgan komandani har bitta bolasi $200 cho'ntagiga sotib. Kommentda Realchilar rosa so'kishdi bor. 50 mingdan beramiz deb so'kib Ko'rishsan, ular komment yoshadi bizga. Sen Realchi ekanmi? Bizani Misrda bilmadingmi? Bizni hozirda qo'ymanmi? Barsa uchun hamma narsa qilamiz. O'tgan safar ko'rdinglar. Joker. Korol. Har doim aytgan narsam bo'ladi. Korol, shtrafnoy. Korol long shot. Korol 1-1. Korol endi keldi. Ammo hamma challenge-da korolman-da. Qatga foyda bu. Qo'lga foyda. Ne yo'g'ay? Alata qalbni soldi. Yo'q, press so'rayman. Joninho Lolchinho. Tobinho pilding, ha? Shtrafnoy. Ning otasingni. Non berishgan-da. Baxa bizni sotmoqchi. Johnny Zombinho. Bugun Barsani kalta eləyimiz. 5 shans. Maksimalni yutib shu tuxumni olib mazaq chaqmasa bo'lmaydi. Mana bu yurak tinchimayapti borib. Harakat maksimum bo'ladi bu. 2 kundan keyin Chempionlar Ligasi bizga qaytadi. Bu safar yarim final bahslari bilan Barsaga qarshi Inter, PSJga qarshi Arsenal va shu qonli o'yinlar, shu o'yinlarni sizlar bemalol ITV platformasi orqali Zo'r TV telekanalida ko'rishingiz mumkin. Masalan, biz o'zimiz ham Anontot Boysda yig'ilib ofisda chista shu ITV platformasini yoqib o'yinlarni ko'ramiz. Shuning uchun описаниядagi silkaga bosib ITV platformasini skachet qiling. O'yinlarni jonli efirda ko'rishdan tashqari, u yoqda har xil konkurslar ham bo'ladi. Yaqindagina Abduqodir Husanov original futbolkasi rozigrish qilindi. Shunaqa rozigirishlarni ham o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq описаниядagi silkaga bosing, o'ting. Qo'shimchasiga zo'r aksiya ham ketyapti. Sizlarga 290 so'm evaziga pro obunasiga ega bo'lasizlar. U degani har doimgidek aytib o'taman, minglab kino, multfilm, serial, ular o'zingizlarga kerakli narsani aniq topasizlar. Let's go. Bugun birinchi zadaniyani boshqacharoq boshlaymiz. Sirazi 3-2 futbol 2ta golgacha. Go'sh go'sh. Hozir tashlaysiz. Boshlaysiz. 25 sekund. Qara sal shoshildi, o'shaning uchun nisho hamma narsa joyida, bolalar. Bitta zavaqqa o'zimga qaytargandan so'ng chavramiz. Komitarada xo'rlab yordinglar, endi bilmadim, bolalar. Hammasi chesna botdi, ko'rasiz. Yevorish kerak, yevorish kerak. Bolalar tur berishda gap yo'q, endi hozir Cheryot bizaniki birinchi gol Pochinslarga qilish kerak. Taktiski slomali просто. Tayyormiz bolalar, готов. El Clasicoda har doim konsentratsiya bo'lish kerak. Farqi yo'q, 1-minut 90-minutmi. Barsa ikkita vaqt qildi bizaniki. Mana biz yaqinroqmizda golga. Buni yop. Bir kishi. Yaxshi. Rahmonov minus boya berib turibsiz. Joni bu Barsani emblemasini, mas'uliyatini his qilmayapti, to'g'risi. O'zi po faktu Real muxlisiyu, просто men Barsa qanchalik mas'uliyatli emblemaligini tushunmayapti. Voy onasini ham sen. Gapiring. Ava, Joni, davay. Davay, boshla. Qilaylik bo'ldim. Boshdan. Spokойно, Joni.
Просто bo'ldi. Erkeklik tura. De Bruyne bo'tdi. De Bruyne. Bitta pas, dальний девятка. Bo'ldi. Nima kerak yana? Сокращайте, блин. Chuqur, родной, ну выйди. Bolalar to'g'ri tushuninglar. Men Barsaga men yana bir bor aytib o'taman. Hammasi chestni bo'lyapti. Ularga ham bir xil zadaniya, bularga ham bir xil zadaniya. Birinchi zadaniya tugadi, hisob 1-1. Oldingi challenge'da ham shunaqa bo'ldi. Endi ikkinchi zadaniya kraydan podacha и bitta kasaniyada havolatib gol urish. Har bitta bola ikkitadan qiladi. Давай, Sara kula bugun. Oddiy ular ham otilib, bir chiroyli to'sgandek ko'rsatish yaxshi ko'radi demak. Atak unda boshda ushlab olsa ham bo'lardi bunda. Ikkitadan ikki turish kerak, atirib olish kerak, bolalarga osonroq bo'ladi. Ya, похороните его, давай. Хорош, брат! Men eslab qolaylik, ikkitadan ikki turaman sizlar. Ikkitadan ikki. To'rtta bo'lsa to'rt turaman. Menda har doim shunaqa. O'rtoqlar, hozir premyer nima shunaqa urib beraman. Oxirida mana shu narsalar rol o'ynashi mumkin. Nechtada bitta ajoyib. Vaziyatlarni kechirish kerak emas bolalar. O'ldirish kerak. Bitta O'ldirish kerak. Barsa, Iska. Barsa! Son! Tushordim halgina to'g'risi. Xorlayman buni. Ikkita ikkita. Rебятki, bu meni yoqtirgan zadaniyalarimdan bittasi urishim kerak bo'ldi. Agar yaxshi podacha bo'lsa, amallaymiz. Ularni endi shatallaydi. Ikkitadan ikkita ursa 10 ta bo'lar, 12 o'zi. Real Madrid qalisizlar. 10 ta udar, 2 ta gol. 10 tadan 2 urishdimi? Sen bitta urmadi. Kerak do'stim. Davay. Sen mas'uliyat his qilgan bu bilasanmi qanaqa qiyin bilayman, bilasanmi? Lekin buni mas'uliyati ko'proq-da. Nega? Nega chempiondan chiqib ketish oson bo'lmagan? Mas'uliyat emas, men buni o'ylayman. Gol? Gol? Da. Aka, yo aka bilan uybosa qo'shing. Nishonlamaysanmi sen? Nishonlab bo'ldim. Videoda ko'rasan. Videoda turibsan do'stim, nima bu turish? Ya, готовman, tayyorman. Hozir ikkita uraman. Ikkinchi qoldi. Atak radik просто pasga qaroriylar. No. Takim, no, ko'z bilan qaytarishni to'g'ri qildi. Gap kelmayapti. Ikkita gol, ikkita udar, bola pridachalar qaranglar. Nima dedim? Bellissimo. Спокойно, видели, что там я такой молодец. Qara. Bliже, ke bliže. Giroy qaytdi. Giroy qaytdi. Davay. Ha, sen davay. Mana do'stim, sog'indim. Ha, men bugun zombi edim. Bilet podachani qaranglar. Bitta oyoqga. Men eslab qolaylik, ikkitadan ikki turaman sizlar.
ikkitadan to'rtta bo'lsa to'rt turaman. Menda har doim shunaqa. Urgim kelyapti. Lekin Realga qarshi-da. Jonik. Men bilayman. Mani yuzimga bitta qarab qo'y. Realga lekin hayot turmas. Jonik yuzimga bitta qarab qo'y. Bunaqa urish mumkin. Gol urmayman deb. Men turib beraman hozir varitaga. Qo'lni olib chiqaman, bor, javob. Shuar. Aka просто tektirib gol urib ketdi, nima qilay? Qo'ysin-chi, joning. Yo'q, real. Mana ular o'zini qiynayapti-da. Mashitdan nima bor? Tepib, mana mashitdan qiynayapti. Mana padachi mashitga kelsa, bo'ldi, cho'chka ug'il bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Mana sizlarga so'z berdim, mana strategiya qanaqa urish. Shunaqa qilinglar, gol bo'ladi. Bo'ldi, nima qiynayapsiz? Yazes, men bo'ttaman, bolalar. Ikkinchi zadaniya tugadi. Hozircha 7-3 ga Barsa yutyapti. Endi 3-zadaniya shtrafnoy Stenka bilan birga xarid qilib ikkilarni tepadi. Qara, boshlaysizmi? Eli, tizza kim zada? Endi tizza sari. Yo, rosa. Yo. Sen Davay. Bitta bo'lsa ham menimcha tim o'zini krayiga bitta o'tqizsa kerak. Yuraysiz zotda mana shuni. FIFAni kim o'ynagan bo'lsa, eslaydi. Ronaldinho shtrafnoy shunaqa tepadi. 2005 ming ko'rsatib bersangiz bo'ladi. И tepadi. Deklan, mana Real ko'ruvdi, mana bizda ham o'zbekcha varianti Deklanda. Prime Lewandowski, Prime Ronaldinho. Bittaga qo'shsa, men chiqaman. Birinchi gol Declan Rice. Mana o'rgatyapti. Tak что uzr. Ikkinchi gol. Gollar qara gollar. Men sakradaman. O'zinglar shunaqa olib chiqmasanglar bo'lmaydi. Da, cheta o'zimiz otilmas, nari devatga deb jasmda o'ynash kerak. Nima qilyapsan, ko'rayman. Realchi bo'lsang ham mayli, farzandlar, ol mashina. Omad. Uzr. Nima uzr so'rabdi? Bo'lmasa forma yersan, senkaga tursan. Bizga shunaqa odam kerak emas. Emblem uchun o'ynash. O'nta, 3 ta zadanishda 10 ta. Sizlar uchun gol uramiz. Qara bilati. Nima bo'pti? Bizga kerak, bir dona bo'lsa ham o'shin kerak. Gol. O'xshamadi bolalar. Tilla knopka bosamiz. O 100% gol vallahi mana. U ikkita dardan qara hajab bitta uradi. Ishot bo'ladi 11-3. Можешь развернуться, пойти мячом, как ебать мало, чтобы знали, что жизнь не сладкая. Жизнь непростая штука. Если ты держишь удар, то и держи мой харчок плюет. Уже скучно, да, мне вот это вот. Скучно, да, уже? Xabi Alonso Prime'da. Ronaldo Prime'da. Karim Prime'da. Nima bu bolalar, nima bu? Ko'rasizlar, umuman aralashmayapman. O'zlari hal qilishyapti. Mayli. Yana 20 ming like yig'sanglar, yana revansh qilamiz. Nima bu? Rustam aka to'g'risi bu birinchi marta men как бы в моей жизни. Men hayotda bu birinchi marta qilaman. И
получается, да? Вообще, yomon hozir men такой тренировкаga boshlayman, trenirovka boshlayman hozir, такой настройda. Так. Gol ber. 12-3. 12-3. Bilan hozir nimadir deyishga уже kuchi yo'q aka. Ozgina uraylik, keyin sekin gapiramiz. Ularda varatar bor. Olib chiqib. Avra. Prime 2016-2017 sezoni. Siqiltiradida bor, mana shunaqa primer ketadi bor. Nima bizda unaqa emas. Bir xil почти identichniy udarlar bor-da, bir xil. Sho'ttaman. Real Madrid bo'ldi. Yutqizdi. Bizga yaxshiroq komanda beringlar. Arsenal, Manchester City. Real kuchli prosta ularda men yo'qman. Mana bu situatsiyada nima qilish kerak? Harakat qilish kerak maksimum. Хотя бы достойно. Birinchisini urdik, ikkinchisiga harakat. Sentrdan ketdim, gol boshlandi. Ko'ryapsizlarmi? Qo'rqmanglar. Stenka nimaga o'xshaydi, bilasizlarmi? Mana shunaqa stenka bizada bugun. Это я, если что. Это я. Mana stenka, mana sari. Yo'q, bilan mana sari. Ha, sari, shotda. Qara, davay. Kerak sari. Yaxshi, davay. Davay sama. To'la vaziyat juda ham qaltis, bir nima qilish kerak, bir yangi havo olib kirish kerak hozir. Gollarni chiman, gapim bilan o'sha talbasaga tushiraman, bo'ldi, o'ziga yashab qo'yib yuboraman. Nima, jinnimi bu? Sakramasan tepadan bersam, nimaga sakramading? Harakat qilamiz endi. Too far for Ronaldo to think about it. Bo'ldi, bizga kerak emas, bo'ldi. Bunday gol bo'lmagan. Hatta unday deb borardi. Chemishga to'g'risi ham bo'ladi. Mahva olib chiqish kerak buni deb qo'ymaysanlar, ha? Mana to'g'ri-chi bu? Bilmadim lekin. To'g'ri ham bundan gol bo'ldi. Jinni chiqdi Ruslan. Menga o'sha challenge qilmaz olmay. 3-chi zadaniya tugadi, endi 4-inchisi 4 ga 3 futbol 2 ta golgacha. Hozir 12-8. Agar oqila 2 ta gol urmasa, yutqizishga to'g'ri keladi, o'sha nikak iloji bo'lmaydi. Agar hozir Barsa 2 ta gol urib yutib ketsa, bo'ldi, tugaydi. Agar niche bo'lsa, bularda hali ham shans qoladi. 2 ta ursa, va shu shansi ancha yaxshilashadi. Ne sekund qoldi? Можно, брат. Можно. Давай, ребятки, ura olamiz hozir. Hozir biz ursak batsani 5-zadaniyada shans bo'ladi, agar ura olmasak, o'sha tugirkan o'shancha urish kerak bizalga. Дайте, ребят. Пара chiqar. Ближе, пара. Чах, мех. Чах.
Bola, shans ozgincha bor. Realda hozir 5-zadaniya. Hozir 13-9 4 ta farq. Endi oxirgisi 5-zadaniya. Himoyachi bilan birga-bir hozir hamma bitta-bitta chiqadi. Agar Barsa bitta gol urib qo'ysa bo'ldi. Nima deydi? Matematически уже Real yetib ola olmaydi. Shuning uchun faqat Real hammasini urish kerak, Barsa ura olmasligi kerak. Shundagina Real yuta oladi. 16 ga kirib qaytib bo'lmaydi. Qara ursang gol, bo'ldi. Gol. Bola, hozir bitta ursam, biz bo'ldi yutamiz. Hozir bizda mana shunaqa bo'lib turibdi. Hozir hech kim xato qilish haqqi yo'q. Urishga harakat qilamiz. Qashama! Oyoq qo'yib bo'ldim-da. Bola, menimcha Baftor ko'rish ham shart emas. Var shart emas, penalti. Mayli, bo'pti, Barsa so'rayapti, var ko'rib oraylik bo'pti. 100% penalti. Penalti bo'ldi, ko'rdinglar? Endi penaltini urishga harakat qilamiz. 5 shans. Ikkita varadlar bo'lsa ham olib chiqolmasdi. Aroshasko. Nima? O'rtoqlar yozinglar. Jo'lon chiqsammi? Hozir ursam tugaydi. 13-10. Men urgim kelyapti, men urishga harakat qilaman. Kimma? Oldinroq. Chapiga olsa. Shama biladi. Boshqa variant yo'qligi bor-ku, yomon davleniya bo'lyapti-da. Ko'rish oson ekan. Orqani nol qilish kerak. Yo'q, oldidan urish kerak. Mana Двойной давление. Urmasang olib tugaydi, hammasi. Shama bo'ldi. Qashida. Xotki. Bular ham urmadi-ku. Albatta, mana matematik. Ikkita ursanglar yuta olmaysanmi baribir? 12-13 bo'ladi. Bu tochkani men qo'ydim. Do'stlar, bugun yana победа. Yana g'alaba. Bu приговор. Bu приговор. Bu sud, bu приговор. Afsus o'rtoqlar, biz harakat qildik qo'ldan kelgancha endi. Shunaqa bo'lishi kerak ekan. Yana chuqurlikdan chiqish qiyin edi, normallashaman, normal. Mana shunda hamma aytgandagi yamadan chiqdik, harakat qildik. Bo'lmadi. Qiyin edi. Lekin Real uchun harakat qildik. Haqiqiy Barsa Real ham formasi primerni bir xil ekan, shuning uchun bugun javob uchrashuvida ham Barsa chempion bo'ldi, yutdi va $200 dan qabul qilib olishdi. Real hozir nakazaniyani bajaradi. Ko'rdinglar, hammasi chesni bo'ldi. Nima? Revansh yo'q, bu yoq nima bo'ladi? Javob nima deysan? O'zing trilogiya. Bola sen sostav o'zgartirish varianti. Yo'q, mana bunaqa komanda bilan kelishgan holda domma. Unda o'tirib o'zimiz bitta beseda qolamiz, boshqadan rotatsiya qilamiz, komandada o'zgarishlar kiritamiz, undan ham kuchliroq bo'lib turib, Trilogiya kerak. Trilogiya qilib, 2-2 qilib, kim yo'qda Peterlogiya bo'lib ketadi, kim bo'la 5-5, 6-5 xullas. Hech qachon zerikmaydigan uchun ko'rasizlar o'zingizlar. Hammasi yaqin bliska bo'libdi. Bo'pti, qancha like trilogiya qilamiz? 25 ming, 25 ming patsani. Bir hafta vaqt 25 ming like va trilogiya qilamiz. Ikkita kapitan olib olaman o'zimga. Bittasi mana Real muxlisi, bittasi Qim. Ikkalasi ham DNK mana. DNK Real Madrid, DNK Barcelona. Shunda o'tirishadi, o'zlariga sostav qilishadi va trilogiyani qilamiz. Rozimisizlar? Karim Benzemani qaytaramiz-da, patsani ketdi. Let's go! Anar ke. Tanalimi? Kim olib olgan? 1-2 deb. Voy, mana 1-2 emas. Nalmaydi. Anaqa kalsiy deydi. Maqa. Voy. Yoniga urdi. Tayyormisan? Ha. Mayli o'rtoqlar, endi nima qilamiz? Tushkunlar ham bor ekan. Ikkinchi marta, jahonda ikkinchi.